Eng dahshatlisi shundaki, bu safar fojia qichqiriq bilan emas, sokinlik bilan yaqinlashdi. Tashqaridan qaraganda hamma narsa odatdagidek edi. Kimdir gul berdi, kimdir kechirim so'radi, kimdir sevgi izhor qildi, kimdir esa beozor tabassum ortiga eng qora niyatlarni yashirdi. Ammo bu sokinlikning o'zi eng katta xavf edi. Chunki portlashdan oldin har doim jimlik hukm suradi. Qurilish maydonchasidagi uzilish, ishchilarning tarqalishi, mol yetishmovchiligi — bular endi oddiy xo'jalik muammolari emas edi. Bular ortida kattaroq falokat yashiringan edi. Afzalbekning tashqi ishlari emas, ichki dunyosi parchalana boshlagan edi. U bir vaqtlar hamma suyanadigan tayanch bo'lgan, endi esa o'zi yiqilish arafasida edi. Dard, ishonchsizlik va charchoq uning qalbini asta-sekin yemirayotgan edi. Eng og'ir nuqta shu edi. Uning yonida pul yo'qligi emas, odam yo'qligi eng katta muammoga aylangan edi. U yonida turibdi deb o'ylaganlar orasidan ham endi kimga suyanishni bilmay qolgan Afzalbek. U kechalari bedor yotar, shiftga tikilib, hayotda qayerda xato qilganini o'ylardi. Shu ichki bo'shliq, mana shu yolg'izlik hissi keyingi kunlarda juda katta falokat tug'dirishi mumkin edi. Chunki odam dushmandan emas, eng ko'p yolg'izlikdan yengiladi. Bu qismda eng nozik, lekin bir vaqtning o'zida eng xavfli chiziq seyf atrofida qurilgan edi. Pulning o'zi hali qo'lga olinmagan, uning sarg'ish qog'ozlari seyf ichida xotirjam yotardi. Ammo pul hammadan oldin onglarni egallab bo'lgan edi. Kimdir hali kalitni topmasdan turib, allaqachon u pul bilan qanday yashashini, qanday uylar qurishini, qanday mashinalarga minishini tasavvur qilib bo'lgan edi. Mana shu detal juda muhim. Boylik hali qo'lga kirmagan bo'lsa ham, insonni ichidan buzishni boshlab yuborgan. Ko'zlar porlagan, ammo qalb qoraygan edi. Nazokat atrofida aylanayotgan o'yinlarda esa eng kuchli qurol yolg'onning o'zi emas, begunoh ko'rinish edi. U shunchalik yumshoq va tabiiy qilib yolg'on gapirardiki, unga qarab turgan odam shubha qilishning o'zidan uyalardi. Seyf haqida qiziqish bildirib, keyin xavf yo'qdek tutish. Kalit atrofidagi shubhani vahimaga aylantirmasdan, aksincha ishonchga aylantirish — bu oddiy ayyorlik emas edi. Bu oylab, kunlab o'ylangan psixologik hujum edi. Eng qo'rqinchli tomoni ham shunda: ochko'z odam pulga yuguradi, aqlli ochko'z esa avval ishonchni sotib oladi. Keksa erkakning sayohat, dengiz, baxtli hayot haqidagi orzulari esa yurakni achitardi. U ayolga chin dildan mehr qo'ygan edi. Uning ko'zlarida yillar davomida to'plangan yolg'izlik va endi kechikib kelgan umid bor edi. U muhabbat taklif qilardi. Ro'parasdagi odam esa hisob-kitob qilardi. Keksa erkak kelajakni his-tuyg'u bilan tasavvur qilardi. Ikkalasi dengiz bo'yida qo'l berishib sayr qilayotganini ko'rar edi. Unga qarab turgan ko'zlar esa seyfning ichini o'lchayotgan edi. Bu bir tomonlama sevgi emas, bu bir tomonlama ko'rlik edi. Va aynan shuning uchun yaqinlashayotgan zarba juda og'ir bo'ladi. Yana bir juda kuchli qatlam dalil atrofida yig'ilgan g'azab edi. Fleshka oddiy buyum emas edi. Bu qismda u haqiqatning o'zi emas, haqiqatni qanday ishlatish kerakligi haqidagi savolga aylandi. Chunki ular rostni ochishni emas, rost bilan zarba berishni istashardi. Farq juda katta. Adolat haqiqatni ko'rsatadi, qasos esa haqiqatni qurolga aylantiradi. Bu yerda ham xuddi shunday bo'lyapti. Ular dalilni berib qo'yishni emas, uni eng og'riqli pallada, eng yomon shaklda ochishni xohlashadi. Kimningdir yuziga tupurib, mana sening haqiqating deb o'rtaga tashlashni rejalashtirishyapti. Demak, oldinda oddiy fosh bo'lish emas, sahnalashtirilgan to'qnashuv kutyapti. Balki ofisda, hammaning ko'zi oldida. Balki aynan o'sha odam o'zini eng qudratli his qilayotgan paytda. Eng mayda, lekin eng vahimali detal shuki, bu rejani tuzayotganlar bir nuqtada to'xtab qolmadi. Ular zarbaning o'zi yetmaydi, odam ichidan sinish kerak deb o'ylashdi. Bu esa keyingi bo'limlarda fosh etish bilan cheklanmay, obro' to'kilishi, sog'liq yomonlashishi, hatto oila ichidagi tuzilmalarning parchalanishigacha olib borishi mumkin edi. Shu fon ichida qaynonaning uyiga qaytish va kechirim so'rash sahnalari juda iliq ko'ringan bo'lsa-da, aslida ular ham bu qismning markaziy mavzusiga xizmat qildi. Inson kechirilishi mumkin, lekin unga darrov ishonilmaydi. Kelinning ko'zidagi pushaymon chin edi.
U yig'lab kechirim so'raganda, uning har bir tomchisida haqiqiy azob bor edi. Ammo bu chinlik ham birdan hamma narsani o'zgartirib yubormadi. Oyijon kechirdi, bag'riga oldi, duo qildi. U kelinining boshini silab, "Bo'ldi qizim, o'tmishda qoldi" dedi. Ammo baribir uning ichidagi ehtiyotkorlik so'nmadi. U hali ham bu o'zgarishni tushunishga urinardi. Bu juda real va juda chuqur holat edi. Chunki uyga qaytish eshikdan kirish bilan bo'ladi, lekin qalbga qaytish vaqt bilan bo'ladi. Eng qiziq tomoni, aynan shu yarashuv keyingi bo'limlarda katta rol o'ynashi mumkin edi. Sababi endi bu kelin oddiy kelin emas, uy ichidagi sinovdan o'tishga urinayotgan inson edi. Agar tashqaridagi mojarolar ichkariga kirib kelsa, aynan u tomondan kutilmagan sadoqat yoki kutilmagan xato chiqishi mumkin edi. Oyijonning hali ham ishona olmay kulib, hayratlanib qarashi esa shuni anglatardi. Uyda tinchlik qaytdi, lekin bu hali mustahkam tinchlik emas. Bu mojarodan oldingi nafas rostlash bo'lishi ham mumkin. Romantika sahnasi esa ko'pchilikka yengil epizod bo'lib ko'ringan bo'lsa-da, u aslida butun qismning ichki ma'nosini ochib berdi. Yoshi katta erkakning kechikib bo'lsa ham mehr ko'rsatishga urinishida samimiyat bor edi. U gul tutgan qo'llari biroz titrab, ayolga yaqinlashdi. Ammo samimiyat har doim ham ehtiyojga mos kelmaydi. Ayolning ranjishi sovg'aning o'zidan emas, hisning yetib borgan shaklidan bo'ldi. U sevgi borligini emas, o'sha sevgi o'zi kutgan tilda ifoda etilishini xohladi. Bu juda muhim detal edi, chunki bu serialdagi deyarli hamma juftliklarning fojiasi ham shunda. Sevadi, lekin tushuntira olmaydi. Kechiradi, lekin unuta olmaydi. Yonida turadi, lekin himoya qila olmaydi. Shuning uchun bu sahna kulgili emas, achchiq edi. Hatto ota-onaning romantikasi ham bu uyda xijolat, norozilik va tushunmovchilikka uchradi. Demak, bu oilada sevgi bor, lekin sevgi tinch yashay oladigan makon yo'q. Afzalbek bilan bog'liq chiziq ham tinch o'tib ketadigan yo'nalish emas edi. Unga taloq haqida eslatilgani, hali ham kech emasligi aytilgani bejiz emas. Bu gap havoda bekorga osilib qolmadi. U hozir qaror bilan emas, alam bilan yashardi. Alam bilan aytilgan har qanday so'z esa keyin eng og'ir pushaymon bo'ladi. Afzalbek kechalari uxlay olmas, qaynonasining so'zlari quloqida chalinardi. Hali kech emas degan gap uning miyasiga mixlangan edi. Ammo g'urur va og'riq orasida qolgan odam qanday qilib to'g'ri qaror qabul qiladi? U ikki yo'l orasida qolgan edi. Yo g'ururini himoya qilib, oilaviy uzilishni rasmiylashtirardi, yo kech bo'lsa ham o'zini ichidan sindirayotgan sovuqlikni yengib, ortga qadam tashlardi. Lekin uning bugungi holatiga qarab, ikkinchi yo'l oson emas edi. Chunki u hozir dard bilan emas, dardga sabab bo'lganlarning soyasi bilan yashardi. Qurilishdagi bosim, ichki xiyonatlar, oilaviy boshi berk ko'chalar, bularning hammasi bir odamning sabriga sig'maydigan yuk edi. Uning yelkasidagi yuk kundan kunga og'irlashar, ko'zlari esa charchoqdan batar xiralashar edi. Va nihoyat, eng katta bashorat, seyf ochiladi. Chunki serial bu qism davomida kalitni shunchaki rekvizit qilib ko'rsatmadi, uni taqdirning o'ziga aylantirdi. Endi bu kalit ishlatilmay qolishi deyarli imkonsiz edi. U qayerdadir yashiringan, kimningdir cho'ntagida jim yotar, lekin har bir kunning o'tishi bilan uning taqdirli ahamiyati ortib borardi. Lekin eng dahshatlisi pulning o'g'irlanishi bo'lmaydi. Eng dahshatlisi pul yo'qolgandan keyin kim kimga ishonmay qolishi bo'ladi. Kimnidir o'g'ri deb o'ylashadi. Asl aybdor esa yana bir muddat farishta bo'lib yuradi. Fleshka esa bu pul mojarosidan alohida portlamaydi. Balki aynan eng nozik pallada, ishonch allaqachon yemirilgan paytda ishga tushiriladi. O'shanda bitta haqiqat ikki barobar qimmatga tushadi. Birinchisi obro'ni yoqadi, ikkinchisi yurakni sindiradi. Men yana bir narsani kutyapman. Uyga qaytgan kelin va qaynonaning iliqligi uzoq davom etmaydi. Chunki tashqaridagi fitna bu uyning eshigini ham topadi. Ana o'shanda kim samimiy kechirgani, kim faqat vaziyatni yumshatgani bilinadi. Oyijonning o'sha hayron nigohlari, qaytgan kelinining har bir harakatini kuzatib turishi, buning hammasi bir kun kelib o'z samarasini beradi.